beg'araz, bezavol bayon yo'naltiradi xayollarni tasavvurlar bilan yonma-yon. Shimolda tinimsiz ishlaydi, qo'llar tolimaydi. Bolani hayoti qiyin bo'lsa-da nolimaydi. Yoshlik o'tdi sokin marhamatda, o'tdi vaqt sezdirmasdan har kuni bag'ri baxtda. Yoshlik zo'r o'tgan, bugunga kelib go'yoki to'ymagandek, go'yo taqdir muvozanatni joyiga qo'ymagandek. Bola ulg'aydi, o'sdi ko'chdi Farg'onaga, yuqoriga chiqish uchun ta'lim yaxshi narvon ekan. Odamlarni gapi asta xotirardi insoni, hammani ham bo'lish kerak bir yelkadosh insoni. Bir yil o'tdi, region raqami 50 ga o'zgardi. Qancha odamlar o'zgardi, bolaga aytib o'zgardi. Ziyokorda o'tkazardi vaqt o'qishga sho'ng'igancha, lekin bola hech yasholmasdi o'zi xohlagancha. 2021 universida talabalik, grant bo'lmasa ham no kelajak uchun bu g'alabalik. Yangi bilim, yangi tanishlar, yangicha taassurotda, bu borada baribir harakatdan ancha ta'sir o'tdi. Aytishadi insonni qalbi hech qachon qarimaydi, lekin insonni orzulari pasportga qaramaydi. Odamlarni bo'lgan g'iybatda hech qachon tarqamaydi, chunki ular vaqti bejiz ketganligini payqamaydi. 2023 nigohida qilib tahlil, mening yurtim 5 va tashar intervyuga taklif. Muhimi doim jiddiylikni chiqarmaslik, esdan nosharoit sabab отказ bo'ladi bari tezda. Bola davom etar tinimsiz harakatlar, kutilmaganida bezor qiladi xarajatlar. Bilmadim taqdir hazilimi bu yoki omadi, no bola bilet olib Rossiyaga yo'l oladi. O'rganiladi atrof odamlarni xohishi-yu tarbiyasi, har bir yosh yurak ichida bor ekan bir qariyasi. Tulki ko'zlar ko'p, kimlar yaxshi kimda chesti yo'q, ko'chada o'g'rilar ko'plab qanchasini kesdi-yu. Tanish bilishchilik hal qiladi ko'p muammolarni, mesnilagan yetib ko'rar har tomon urab bolani. Qancha qiyin to ko'niki boguncha qoidalariga, qurbon bo'lishing oson ularni foydalariga. Musofirda eng yaqin insoning bo'lsin san tomonda, sani qadamingni to'g'rilab himoya qilar yomondan. O'zgalarni zalolat va hiylalaridan to'sib, bunda insonlardan Xudo har doim rozi bo'lsin. Rizqini teradi o'z vatani uyidan uzoqda, Rossiya notinch bo'lsa ham yengib o'tar har tuzoqni. Kuni kelib qaytganda natijalar bo'ladi katta, hozircha esa bola sabrda yurib harakatda.